2023 yil ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili, kraskalari top-toza ekan, 1-2 oygacha genga beramiz deb aytishyapti, muammosi yo'q ekan. Laboyda ozgina trishinasi bor. Xo'p, balon holatlari zo'r, taqib qo'yilgan Kumxo Solis balonlardan 52 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Xo'p, bunaqa jo'stikli qo'yib qo'yishgan, cruise multirulligi Malibu barlar qo'yib qo'yishgan ekan. Bemalol hamyonni ko'rib tekshirib priverga qolsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Hozir gaz bor yo'ligini ham ko'rib olamiz. Qirilgan ko'ngilli qilgan joylarni ko'rmadim. Gazli yo'q ekan. Faqat benzin yurgan, zapaskalarigacha, hamma narsasigacha joy turibdi. Bemalol hamyonni ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Trassalari top-toza Cobalt 2023. 24 dan olishgan ekan. 2023-yil Xumariyadan qayerdadir yotgan ekan. Shunaqa katta polidan qayerdadir yotgan mashina ekan. O'sha salondan 2024 olib chiqib haydashgan ekan. Olib maza qilib haydashlik uchun mashinasilarga 9650 ga beramiz. Bosib boringlar.